Assalomu alaykum barchaga. Bugun demak 3-darsimiz aynan Coursera'da qanday qilib biz tekinga, ya'ni moliyaviy yordam orqali o'rganishimiz va hamda xalqaro sertifikatlarni bemalol olishimiz mumkinligi haqida video darslik, video qo'llanma keldik. Demak, 3-eng oxirgi nima deydi, yo'nalishimizga. Demak, biz tasavvur qiling, aynan soha kesimimizdagi muhim ko'nikmalar bu majburiy bo'lgani sababli bugun mana shu soha bo'yicha qanday qilib moliyaviy yordam olish kerakligi haqida biz ko'rib chiqamiz. Demak, aytaylik, men psixologiya yo'nalishida o'qiyman va men ijtimoiy media marketingi va plus psixologiya yo'nalishi bo'yicha marketolog va aynan Instagramda hozir ommaviy ijtimoiy sohalarda aynan shu ko'nikmalarimni, shu ruhiy salomatlik haqida qandaydir videolar ishlab chiqishni juda ham xohlayman va men shu yo'nalish bo'yicha Meta Social Media Marketing professional sertifikatini olishni xohlayman. Demak, bu sertifikatni olishim asosiy maqsadi men ertaga aynan shu xalqaro arenadagi bilimlarimni hozir trendda bo'layotgan o'sha insonlarni ruhiy salomatligiga yordam berishga, ya'ni o'zim kichkina bo'lsa ham hissa qo'shishim uchun mana shu menga sertifikat ozgina bo'lsa-da yo'nalishimga katta ta'sir qiladi degan maqsad bilan boshlayapman. Xo'p, demak bizda ko'ryapmiz Meta Social Media Marketing Professional sertifikati. Bu yerda biz kursni o'qishimiz mumkin. Kimlar kurslardan, ya'ni 549,147 kishi уже allaqachon ro'yxatdan o'tgan. Bu yerda 6 ta kurs to'plam mavjud. 20 mingtadan oshiq sharh mavjud. Boshlang'ich daraja qiyin emas. Demak, 5 oy davomida haftasiga 10 soat o'zingizga qulay tezlikda o'rganishingiz mumkin. Diplom olish yo'lida harakat qilishingiz ham mumkin. Demak, bu yerda men uchun to'g'ri keladimi degan sertifikat aynan shu karyera yo'lingizga qanchalik mos kelishini ham Courseraga murojaat qilib olishingiz mumkin. Demak, nimalarni o'rganasiz? Mana shu haqida ham o'qishingiz mumkin. Bu yerda esa qanday skilllar, ya'ni qanday ko'nikmalar olasiz? Social media management, marketing, Instagram sohalarida va bu yerda 23 ta tilda mavjud ekanligi ko'rsatilyapti. Demak, biz qanday qilib Coursera'dagi mana shu kursni biz tanishib chiqqanimizdan keyin mana kasb sertifikatini olishimiz mumkin. To'g'rimi? Demak, buni pastga tushamiz. Mana bu pastga tushganingizda mana bunday kichkinagina knopka turibdi. Mana ko'rsangiz, o'zi oynacha. Mana shu oynachani bosamiz, batafsil degan joyini. Demak, birdan, ya'ni ko'ryapsiz, 10 ta ochiq arizadan bittasi. Demak, endi boshladik. Kursni asl narxi $31. Ya'ni shu miqdorga, demak, keyingisini bosamiz. Bizda yana bir ko'rsataman. Batafsilni bosamiz. Demak, Introduction to Social Media degan mana bu kursni o'zi $31 deyapti. Demak, kurslar soni 6 ta. Demak, 6 ni 31 ga ko'paytirsak, $186 ga tushyapti bizga mana shu kursimiz. Demak, buni qanday qilib tekin olish mumkin? Demak, ilovaga kirishni, demak, qaraymiz. Undan so'ng mana bu yerda yozilgan ahamiyat bering. Arizalar ko'rib chiqilishi uchun 16 kungacha vaqt ketishi mumkin. Agar tasdiqlansa, odatiy narxga 75% gacha chegirma olish huquqiga ega bo'lasiz. Demak, tanlangan kurslar, ilovaga kirish bosamiz. Demak, bu yerda siz boyaga so'ralgan kursni xohlagan mana bunga qaytib, ya'ni orqaga qaytib o'zgartirishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, mana bu joyni yana pastga tushganimizda batafsil xohlasangiz mana social media advertising, social media management, advertising with Meta, measure and optimize social media marketing campaigns yoki social media marketingni o'ziga kirish. Demak, mana shu kurslarda yana ham ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan qaraysiz. Agar yana qiziqayotgan bo'lsangiz, birinchi kurs nimalarni o'rganasiz, ikkinchi kursda nimalarni o'rganasiz, kurs tafsilotlari deb bemalol ko'rib chiqib, keyin shunga qaror qilsangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Keyingisi ilovaga kirish. Demak, mana xush kelibsiz. Aynan bu yerda 2023-yil saytdagi nimamiz turibdi.
ta'limni tanlaymiz. Aynan bizda yuqori daraja, hop, yillik daromadimiz aytaylik bizda o'zingiz x miqdorda kiritishingiz kerak. Masalan, aytaylik qancha bo'lishi mumkin? Hop. Talaba bandlik holati va bu yerda mana shu kichkinagina 150 ta so'zlik essay bo'lishi kerak. Bu yerda aynan essayda nima haqida yozamiz? Qarang, essayda yordam olish uchun murojaat qilishingizni asosiy sabablari. Bu yerda aynan moliyaviy taraflama qanday qiyinchiliklaringiz borligi haqida batafsil yozib o'tishingiz kerak. Bu yerda 150 ta so'zda iloji boricha ham sizda mana shu Coursera'dagi kurs qanchalik darajada sizni o'qishingizda dolzarb rol o'ynaydi va ijtimoiy holatingizdan kelib chiqqan holda siz mana shu yerda essayda batafsil tushuntirishingiz kerak. Ya'ni nima uchun aynan shu kurs sizga foydali bo'ladi degan savolga javob bera olishingiz kerak. Demak, bu yerda aynan birinchi o'rinda buni realniy yozing. Aldam qochdi gaplar kerak emas. Ikkinchisi, karyera maqsadlaringiz bilan bog'lashingiz shart va 150 ta bo'lishi, mana shu 150 ta so'z 150 ta bo'lishi shart va hech qanaqa plagiarizmga yo'l qo'ymang. Ya'ni sun'iy intellekt vositalari yoki internetdan ko'chirishingiz qat'iyan qoralanadi va taqiqlanadi va bir vaqtni o'zida mana shu bepul yozilish sinovi degan 7 kunlik sinovni ham unga ham ro'yxatdan o'tib qo'ymang, chunki sizga bu yerda moliyaviy yordam ko'rsatilmaydi agar. Demak, va bittagina kurs uchun bu moliyaviy yordam ishlaydi. Shuni ham inobatga oling. Va aytganimizdek 16 kungacha bu davom etadi, ya'ni tekshirish va sizni emailingizga javob xati keladi. Va shuning uchun har doim hozir ko'ramiz. Demak, akkauntimizni chek qilib borishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. 150 ta so'z mana bo'ldi bizda va keyingisiga o'tamiz. Demak, tanlangan kurs uchun qancha to'lay olasiz? Qancha to'lay olishingiz haqida masalan aytaylik, $10 to'lay olaman, to'g'rimi? Demak, tanlangan kursingiz mahsulotlaringizga qanday yordam beradi? Bunda ham 150 ta so'z yozishingiz kerak. Arizam bo'yicha aniq bermoqdaman. Coursera kursini tugatishga va'da beraman va quyidagi jumlani yozishingiz kerak. Yuqoridagi shartlarga roziman. Mana shunday qilib, men robot emasman degan tekshirish tugmasini bosib, ko'rib chiqishni bosganimizda bizda mana shu arizamiz, so'ralgan kurs bo'yicha arizamiz ko'rinib chiqadi va arizani mana bu qadam, o'zi ikkitagina qadamdan iborat. O'zingizni mana bu akkauntingizdan tekshirasiz. Ya'ni xaridlarim joyiga borganingizda, aynan shu yerda sizda to'lov tarixi, moliyaviy yordam degan joyda mana shu yerda sizda ko'ringan bo'ladi. Masalan, tasdiqlangan arizani ko'rish 5-avgust 22-kuni tugadi degan. Ya'ni bu yerda $49 kurs, bu yerda 0 USD ga to'langan. Ya'ni shunaqa tasdiqlangan degan ko'pincha keladi sizlarga ham. Va ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz. Agarda yo'q, men moliyaviy yordamga muhtoj emasman desangiz, bepul yoziling, 7 kunlik to'liq bepul degan sinov bor. Bu yerda professional sertifikatdagi barcha kurslarga cheksiz kirish bo'ladi. Istalgan vaqtda bekor qilishingiz mumkin. Sinov muddati tugagandan keyin o'rganishni davom etish uchun oyiga $20 dan to'lashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xohlagan kursingizga $20 dan to'laysiz oyiga. Va bu yerda Coursera Plus degan dastur ham bor. Ya'ni Coursera Plusni ham bir ko'rib chiqamiz. Demak, Coursera Plusda nimalar ichiga olinadi? Demak, $160 yillik to'lashingiz mumkin umuman yil uchun. Va bu yerda 10,000 tadan ortiq kurslar siz uchun tekin bo'ladi. Va bu yerda 350 tadan ko'p yetakchi kompaniya va universitetlarda kurslari sizga tekin, hammasi tekin ko'rinadi va oyiga $24 dan to'lashingiz ham mumkin bo'ladi. Qarang, demak, Coursera'ni aynan masalan jamoalar uchun ham nimasi bor? Demak, bu $319 yillik, ya'ni 12 oy uchun va bu yerda
xodimlar, ya'ni bu yerda endi biz universitet talabalari uchun ham bu yaxshi yechim deb o'ylayapmiz. Lekin har bir talaba o'zi jismoniy shaxslar, ya'ni yakka individual tarzda o'qisa, demak Coursera Plus Monthly bu Coursera Plus'ni har oylik tarifi, yillik tarifi va bu har bir individual kurslar uchun. Ya'ni mana biz hozir yuqorida ko'rib o'tdik, Introduction to Social Media, ya'ni sotsialniy mediaga kirish kursida har bir kurs uchun biz $31 общий kurs tugatish uchun sertifikati bilan, ya'ni sertifikatini ham olish uchun $31 to'ladik. Bu yerda aynan individual kurslarni $20 olishingiz mumkin. Demak, shunday bizda 3 ta tarif bor. Ya'ni aytmoqchimizki, biz qaysi sizga tomonlama yordam bera olsa Coursera, o'sha, ya'ni sizga qulay bo'lsa, shu narsani tanlashingizni xohlar edik. Bu yerda aynan nimaga e'tibor bering desangiz, bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, kurs sizga qanchalik darajada manfaatli va kurs sizga qanchalik darajada siz uni tezroq tugatib, tezroq sertifikatingizni olasiz degan savolga javob bera olishingiz kerak birinchi o'rinda. Ya'ni moliyaviy yordamga murojaat qilayotganingizda. Va eslab qoling, 10 tagacha ariza to'ldirasiz va har birini to'ldirganingizda iloji boricha tezroq to'ldiring, chunki ko'rganingizdek 16 kungacha cho'ziladi bu protsess va bu protsessni cho'zmaslikka harakat qilsangiz, o'zingiz ham tezroq mana shu xalqaro sertifikatlarga ega bo'lasiz. Va eng dolzarb va qiziq savollarga keldik. Bizda mana shu kurslarni o'qidim, keyinchi degan savol bo'ladi. Mana shu kurslarni bitirib chiqqaningizdan keyin bizni jamoamiz siz bilan har oyda, har haftada siz bilan onlayn master klasslar, uchrashuvlar o'tkazadi va bu kurslaringizni o'qib boshlashingizdan tortib o'qib tugashingizgacha sizga ko'maklashadi va mana shu ko'maklashuv jarayonida sizlar bilan HR vakillar, stajirovka kompaniyalaridan odamlarni har nimalarda kamida oyda bir marta sizni universitetingizga tashrif uchun olib kelamiz va ular bilan to'g'ridan to'g'ri savol javob shaklida yana ham o'sha kurslaringizni tezroq tugatishga sizga motivatsiya berish maqsadida bemalol o'rganishingiz mumkin. Va bizga ko'pchilik o'sha biznesni rivojlantirish bo'yicha, biznes tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha savollar bilan murojaat qilishyapti. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Tadbirkorlikni rivojlantirish, boshlang'ich mutaxassislikni ishga tushirish, 2 ta kursni ham bu yerga qo'yganmiz. Bemalol mana shundan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni sizga demak bu yerda tijorat va marketingni ham qo'ydik va biznesni rivojlantirish bo'yicha fundamental bosqichlarni ham berib o'tganmiz. Demak, bemalol siz bu yerda o'sha data engineering sohasida, tijorat, marketing, moliya, buxgalteriya hamma sohangizda keraklicha kurslarni olishingiz mumkin va bu kurslar sifatini ham yanayam yaxshilash maqsadida biz kurslarga o'zgartirishlar kiritib boramiz va bu kurslarga o'zgartirish kiritilganda albatta sizni ham xabardor qilamiz. Va yana bir yangiligimni aytib o'tishim kerakki, mana shu kurslarni biz tizimlashtirish jarayonidamiz va sizga aynan maxsus Yangi asr universiteti talabalari uchun platforma ishlab chiqyapmiz. Ana shu platformadan siz bemalol registratsiyaga o'tib, qaysi kursga o'qishingiz haqida va kursni statusi, ya'ni uni qanday darajada aktiv yoki passiv darajada olib borayotganingizni yoki bo'lmasam kursga siz moliyaviy yordam ola oldingizmi, yo'qmi, ham biz ham sizni kuzatib bora olamiz va siz ham o'zingizni kuzatib bora olishingiz mumkin va shunday qilib biz o'zimizni tizimlashtirish jarayonimizni shunday qilib olib borishni rejalashtiryapmiz. Demak, bizda hozircha Coursera uchun ma'lumotlar shu. Va agarda sizda qandaydir yana ham savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari yana ham Coursera haqida chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz uchun boshqa video darsliklarni ham ushbu YouTube sahifamizga joylab qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchaga omad tilab qolaman. Aynan shu qanchalik tezda bizga shu sertifikatlaringizni ko'rsatadigan bo'lsangiz va ideal bo'lardi agarda shu 1-daraja, 2-daraja, 3-daraja soha kesimida 3 sertifikatingiz bo'lsa, biz sizni o'ylab o'tirmay stajirovka bilan ta'minlab
ish bilan ham ta'minlashgacha siz uchun kurashgan bo'lar edik. Iltimos, hurmatli talabalar, ota-onalar, kuzatuvchilar, har biringiz mana shu Courseradagi kurslardan unumli darajada foydalanishingizni aytib o'tgan bo'lardik va sizlarni albatta kutib qolamiz. Aynan sizga bir deadline, har biringiz uchun deadline ishlab chiqa olmaymiz, lekin iloji boricha mana shu 2026-yil mart fevral oylariga qadar o'z kurslaringizni, sertifikatlaringizni olishni inshaalloh nasib qilsin va sizlar bilan mana shu oylargacha birgalikda ishlaymiz. Rahmat. Savollar bo'lsa, albatta kommentariyalarda, albatta Telegram guruhlarimizda va shaxsiydan ham javob berishingiz mumkin. Va Yangi asr universitetidan biz aynan Coursera EduJob loyihamiz uchun vakil saylaganmiz. Mana shu vakilni ham siz bilan yaqin orada tanishtirib o'tamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.